Navbatdagi bitgan katagimiz bilan tanishtiramiz. Uzunligi 3 metr, ikkita sandig'i bilan 380, balandligi 1,5, eniga esa 1,10. Katagimiz juda chiroyli chiqdi. Eshiklari ham, ichlari ham mana keng holatda, yarmigacha setka, yarmidan bu yog'i polqadagamiz, sababi tovuqlar qiynalmaydi. Qo'noqdan yozilganda musori pramo yerga tushaveradi. Asosan tovuqlar shu qo'noqda ish bajaradi. Mana bu yerda mana 4 ta tuxumxonasi bor. Ikki tomonda. Bu katagimiz tayyor bo'lgan. Xuddi o'sha katagida 2,5 metrligi bir xonaligi. Bir xil tovuq boqaman, lekin ko'proq boqaman deganlarga bu katagimiz. U katagimiz 2 xonali. 3 metrli. Mana bu yerda kichikroq boqaman deganlarga 2 metrli. Xuddi o'sha katagida 2 metrligi. Mana bu yerda 3 metrli sandig'i yo'q, yerli varianti. Aloqaga chiqaverasizlar. Har xil turdagi katalarimiz bor. Tayyor turibdi.